Assalomu hammalarga do'stlarim. Bugun biz sizlar bilan Dallas degan o'yinni o'ynaymiz. Va bu meni tarkibim. O'zbek futbolchisidan Shomurodov bor, Rams bilan Krosim bor. Ol qo'yganman. Va biz boshlaymiz do'stlar. U o'rtog'im bilan tushsak bo'ldi. Uni tarkibi sal boshqacharoq. Va tushdik do'stlarim. Uni varta zamini Sommer ekan. Do'stlar, u bosmayapti va bizni ustimizdan kulyapti. Salomlash. Hammaga salom do'stlar. Yaxshi, yaxshi. Do'stlar, u vart zaminini uncha-munchaga chiqarmas ekan u. Yo'q. Va Erling Haalanddan gol. Yaxshi o'yin bo'lyapti hozircha. Boya kirganidan meni ustimdan kulgan edi. Agar men yutqazib qo'ysam revansh olaman. Agar u yutqizsa, hozir revansh u oladi. Qattiq zarba edi. Kurtvadan seyf. Modric ko'taryapti va Modric ko'tarishini Kurtva ushlab oldi va yomon Haalandga tegib ofsayd. Baribir qiyshiq debdi, ofsayd bo'lishiga qaramasdan. Mbappédan xato qilaveryapti Mbappé. Mbappé bitta pas berishni bilmayapti. Afsus. Yaxshi. Vinicius. Sal gavda berganiga oqib qoldi uni futbolchilari. O'zi uni futbolchilari oqib qoladigan bir bala futbolchilar. Zato shu oqib qoladiganlarim senga gol uryapti. Mbappé 88 ekan. Men ikkinchida Mbappém tushadi. Uchar Mbappéim. Menga ham va meni ucharim ham tushadi, ucharim. Bitta ucharim bor. Dembele degan. Salibaniki. Mbappé, Valverde. Muhammad Salah. Yaxshi. 2-1, hozircha 2-1. Comeback qilyapmiz. Golini menga tomosha qildiryapti reklamasini. Ajab bo'pti. Yaxshi. Valverde yetolmay qoldi. Zo'r pas. Valverde. Yaxshi. Yo'q. Endi biz ham reklamanimizni ko'rsatamiz. Bos etasiz. Normal. Hozircha 2-2. Kylian Mbappé bu qanotga, Ronaldo o'rtada, Dembele bu qanotda. Bos tez. U hech qanaqa futbolchi tushirmadi. Bot, chunki bot. Bot kunini ko'rsatamiz. Mbappémiz to'pni ushlab qoldi o'zida va Van Dijkdan Mbappé uchish kerak edi. Yugurmadi. Salah yaxshi. Salahdan Ronaldo. Mbappé. Saliba, Van Dijk. Yaxshi. Saliba. Qattiq o'ynayapti shu futbolchim. Do'stlar, Mbappé chiqaryapti boshdan beri.
Satoshi senga gol urdi. Shuni bilib qo'y. Unutma hech qachon. Ronaldo'yimiz Yaxshi, Saliba. oshonmadi. Endi Uglavor. Nega? Uglavoy. Yaxshi. Qarshi hujumda yuguramiz. Voy, yugur. Ay, haq. Do'stlar, qarshi hujumni ham to'tiga tiqdi. Do'stlarim, agar video yoqayotgan bo'lsa, 20 ta likedan keyin yana bitta video chiqaramiz. Qiyshiq. Chiziqni ustida dumaladi, to'p lekin o'tib ketdi. Chakash qarshisiga ozgina qoldi. Leo yetolmadi. Saka. Va offside. Yaxshi. Chiroyli gol bo'lgan edi. Offside. Sommerda bo'yi yetmay qoldi. Saka katta. Sommer bemalol sağ qoldi. To'pni ularga topshirib qo'ydi, ammo yaxshi. Bo'ldi, daralik. Teo yaxshi. Xo'sh, kim bor? Hech kim yo'q ekan-ku. Do'stlar, qarshi hujum va Qarshi hujumni Van Dijk'ni to'xtatdik. Endi ekstra time'larda hal qilamiz. Boshladik. Birinchi menda Jude Bellingham almashdi. Van Dijk'niki bu. Holland. Yo'q. Voy. Yaxshi, Holland. Yo'q. Ronaldo yaxshi Zommerdiki. Ay. Dembele yetolmay qoldi umuman. Dembele uchmayapti hozir. Bu o'yin. Yaxshi. Shtraf. Qanaqasiga? Ye? O'zi xato qildi, o'zi. Butay men boshlayman va ko'ramiz kim yutar ekan. Yaxshi. Hay, yetolmay qolyapti. Sakam. Xo'sh. Yo'q, Van Dijk. Qo'yib ketdi qani darvozabonimdan. Seyfmas. Ronaldo oxirgi daqiqalarda. Do'stlar, Qattiq o'yin ketyapti, lekin men hujumga boraman oxirgi daqiqalarda. Yaxshi, Leo, davay. Yaxshi do'stlar. Kurtuadan seyf, super seyf. Saka uncha ko'tarishni bilmasdi, Yaxshi! Rafael Leo. So'nggi daqiqa. Penaltilar seriyasi do'stlar endi. Davay. Birinchi unikini topaman. Yaxshi! Ishdan ko'p qoldi do'stlar. Qayerga tepishini top. Yaxshi! Buni ham nariyoqqa qilib Do'stlar. Yaxshi. De Bruyne'niki aniq topaman. Yaxshi.
Ana do'stlar, men ham topdim. Ana. Bu seni chalg'itmoqchi edim. Lekin men o'zi senga qatga tepishingni bilaman. Ay, o'rtaga deb o'ylabman men anaqa. Rafalio do'stlar. Davay. Yaxshi. Yaxshi. Rodri. Uromadi. Yaxshi. G'alaba meniki. Do'stlar, Sen bo'tsan. 3-2 bo'lib qoldi. Keyingi safar revansh olaman men. Xayr, salomat bo'ling do'stlar. Obuna va like bosishni unutmanglar. Rahmat hammaga.